Chiq boshinaga. 5 barmoq yegimiz kelyapti. Mumkin platformasida ko'rdim. Chashma 5 barmoq nomer 1 da alohida chegirmalar e'lon qilinibdi. Boraylik, mani emas, bolangiz yegisi kelyapti. Hozir borasan-da. Baribir yeymaysan-ku. Nimaga yemas ekanman? Yeyman. Chashma 5 barmoq nomer 1 da bilasizmi? Bir kishilik 5 barmoqni 70 ming so'm. Xasiblari bor ekan, kalapocha, tuyoqlar bilan birga berar ekan. Tabiiy kollagen o'tdi. U oldin 500 ming bo'lgan, hozir 400 ming so'm. Men sizni ham cho'ntagingizni o'ylayapman, ham o'zimni, ham bolangizni o'ylayapman. Menga farqi yo'q, lekin bolangizni ko'zi g'ilay, qulog'i kar bo'lib qolsa, menga gapirmaysiz keyin, tushundingizmi? Bo'pti. Ketdikmi? Ol endi yemaysanmi? Shu narsa zakaz qildim senga. Voy, hozir chashma 5 barmoq nomer 1 dan kallapocha, 5 barmoq va shu bilan birga xasib keladi. Bo'ldi. To'ydim. Yemaysanmi shu narsani zakaz qilib? Yo'q. Men buni faqat ta'mini bilish uchun kelgandim. Siz yeyvering, qolganini uyab ketamiz. Qarang, chashma 5 barmoq nomer 1 da mana 5 barmoq bolaning immunitetini zo'r qilib beradi. Bizga kuch bo'ladi. Bu kollagen. Kollagen? Kollagen. Tashqaridagi kollagenlar alohida masala. Bu kollagen tabiiy mahsulot. Bu nafaqat qarang, onani, ayolni soch tirnoqlarini o'stirib, kalsiy yetishtirib beradi. Undan tashqari homiladagi bolani ham zo'r qilib beradi. Ayollarga alohida chegirmalari ham bor.